Homiladorlik davrida va emizikli vaqtda ona ratsioni to'g'ridan-to'g'ri bola salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Ona ratsioni foydali mahsulotlarga boy bo'lsa, bolaga kerak bo'lgan vitamin va minerallarni yetkazib bera oladi. Agar ona noto'g'ri ovqatlansa yoki onani o'zida vitamin va minerallarda defitsitlar bor bo'lsa, bola kerakli bo'lgan vitamin va minerallarni, kalsiy, magniy, temirlarni onani o'zidan, ya'ni suyagidan, tishidan, turli to'qimalardan olishni boshlaydi. Bu esa o'z navbatida mana shu vitamin mineral yetishmovchiligini yanada kuchaytirib, qalqonsimon bez kasalliklari, anemiya yoki bo'lmasam buyrak usti bezi funksiyasi buzilishiga olib keladi. Agar bu yetishmovchiliklar ham onada, ham bolada kuzatiladigan bo'lsa, bu juda og'ir salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun homilador va emizikli ayollar ratsioni foydali mahsulotlarga boy bo'lishi kerak. Shuni o'zi ham juda ko'p salbiy oqibatlarni oldini olishga yordam beradi.